Mana aka bizim agrat ariq yo'q joydan ariq ko'lyapti. Hamsiya chekka chiqing. Bizim bu yerda ariq tashkilot deb olib beradi. Qo'ling tort. Qo'ling tort. Mayli, mayli. Qo'ling tort termiting. Bilib tashlang. Mayli, mayli. Bizlar Qo'ling tort termiting. voy, menga Qo'shilma. Ey, Qoching. Ishlayapti. qoching. Bering, menga bering. Qoching. Berib turing deyapman men. Nima beraman? Ishlayapti. Orqa to'yda. Bering deyapman, qog'ozni beraymi? Qog'ozni keladi. Bering deyapman, bering. Qog'oz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga hamda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich Qosimovga. Mana bugungi otam Xidirov Tashmamat Qulmatovich 1982-yildan beri mana shu hovlida birga yashab kelmoqdamiz. Biz mana kadastr hujjatlarimiz mavjud. Mana hammasi joy-joyida hujjati. Ko'p yillarda 1,5 yildan beri Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani kadastr agentligi xodimlari tomonidan bizga Qumqo'rg'on tumani kadastr agentligi xodimi Halilov Soatmurod tomonidan otam Xidirov Tashmamat Qulmatovich 1958-yil 2-guruh nogironi bo'la turib qayta bizga bosim bo'lmoqda. Ya'ni qayta sudga bermoqda. Halilov Soatmurod da'vogar bo'lib chiqmoqda sudda. Sababi nima sudga berishdi? Sabab nima? Qarindoshchilik aralashyapti. Ya'ni sudga berishga sabab nima? Nima uchun sudga beryapti? Sabab qarindoshchilik bo'lgan sabablar. Mana shu ariqni vaqtinchalik foydalanishga berib turgandi. Endi har doim kecha-yu kunduz suv haydab, tomorqamiz suv bostirib, qayta o'tib bizga kechasi yochishimizga xalaqit beradi. Ochig'imiz bor, sochig'imiz bor mana bu yerda. Biz yosh oilamiz. Mana shu yerda o'tib qaytadi. Bir necha bor agratimiz tomorqamiz suv bostirdi. Mana bu yerda akam Qulmatov Xoliqul yosh oila ko'chib chiqqan shu mana shu uyi yosh oila bo'lgani uchun akam uyda bo'ladi, bo'lmaydi, bo'lishi bor, bo'lmasligi bor. Yangam o'zi qoladi, yosh bolasi bor. Shu sababli uyning orqasidan qayta kechasi bilan o'tib bir necha bor bezda qilgani sababli va tinchligimizga mana shu yerdan naryoqdan ariq berdi, bu tarafdan. Xonli joydan, kadastr chizmamizda bor joydan ariq bersakda Halilov Soatmurod ikkinchi ariqni talab qilib olib bermoqchi, olib beraman deb qayta bizni sudga bermoqda. Otamni 2-guruh nogironligini hisobga olmasdan. Bir necha bor sudga qatnab manaki sudda ham da'vogar sifatida chiqib, sudda o'z tomoniga hal qilib, nima bo'lyapti? O'z tomoniga hal qilyapti. Yaqinda 20-noyabr kuni qo'shnilarimiz Ishnayev Abdumalik, Ishnayev Alisher tomonidan ariq qozilayotganini menga Jo'rayev Akbar, mahalla raisimiz Jo'rayev Akbar mana shu yerda menga telefon qilyapti. Menga telefon qilyapti, ariq qozilayapti. Bir marta suvlasin deb ariqda o'zlariga qayerdan duch kelsa shu yerdan qozib ketyapti. O'z boshimchalik bilan. Bu yerda kadastrda chizmada yo'q. Mana uyimizga ziyon beryapti. Mana bu yerlarda suv bosib ketyapti. Ko'rib turibsizlar, mana bu ekin ekkanmiz. Buni tepkilaklab, poyxonlab ariq qozib kelyapti. Shunga mana ikkinchi arig'imizda suv o'tib turibdi. Shunga qaramasdan turib bizni
20-noyabr kuni Jo'rayev Akbar otamlar 20-oktyabr kuni haj safariga otam, onam, akam Qulmatov Xoliqul shular haj safariga ketdi. 21-noyabr kuni kelib shu voqea Jo'rayev Akbar telefon qilib menga kelib ariq qozdiryapman, suvlab olsin deb menga telefon qilyapti. Men yetib kelsam profilaktika inspektor Husniddin, Boltayev Husniddin, Jo'rayev Akbar yonida turib, Eshnayev Alisher, Eshnayev Abdumalik ariqni qozib yotgan ekan. Men o'zim kelib videomda telefonim videosini yoqdim. Telefon videosini yoqib, bu yerda ariq nimaga qozyapsizlar? Bu yerda ariq yo'q-ku desam, Abdumalik, Eshnayev Abdumalik bel bilan menga hujum qildi. Qo'limga bir necha bor urdi. Keldidan Jo'rayev Akbar qo'limni qaytarib telefonni olib qo'ydi. Telefonimni yerga tushib qoldi. Eshnayev Abdumalikni inspektor Boltayev Husniddin ajratishiga qaramasdan ariqni qozishda davom etdi. Keyin Jo'rayev Akbar chiqib ketdi. Qayerga ketdi bilmadim. Hammasi to'da bo'lib, u bu deb haqorat qilib ketdi, chiqib ketdi. Bilmadim. Shu mana shuga amaliy yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Mana shu tarafdan ariqdan o'tadi suv. Bu kecha-yu kunduz mana shu yerdan tinchlik bermay mana shu yerdan suv haydashga bir necha bor suvlab qayta suvlaydi. Bu qayta suvlab ziyon beryapti mana shu yerda. Va mana bu yerda ochig'i bor, sochig'i bor. Mana shu yerda turibdi. Hokimda qarori bor. Mana bu hujjatimiz, mana kadastr hujjatimiz 15 sotixda qarori, hujjati, chizmalari bor, hammasi. Qayta mana shu yerdan suv tushib kelgan payt suvlayveradi. Bu yerdan suvlayapti. Mana shu tarafdan suv keladi. Mana shu tarafdan katta ariq, mana shu yerdan suv keladi. Bu taraf biz tomonga ketadi. Bizni tomorqamizga. Bu tarafdan ham bu tarafga o'zlariga ariq ochib qo'yibdi. Bu tarafda arig'i bor o'zlari. Ochib, o'tkazib, suvga o'tkazib berganmiz. Mana shu yerdan kelgan suv mana bu yerda borib, mana shu yerdan o'tib, to'g'ri qo'shnilar tomorqasiga boradi. Ham yo'l chekkasi, bir chekkadan hech kimga xalaqit bermaydi, hech kimga ziyon bermaydi. O'tkazib chizmada ham shu joydan chizilgan, shu joydan berilgan, chizma bo'yicha berilgan, qonuniy joydan. Naryoqda chizmada yo'q, umuman unday chizilmagan. Mana bu yerda bor, qonuniy joydan berganmiz, suv o'tkazib berganmiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, mana hamda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqobilov Qosimov mana shu ishlarda qayta sudga beradi, ajrim chiqaradi, bekor qilinadi. Mana shu yerdan shu bo'yicha amaliy yordam berishlaringizni. Ariq bu yerdan aslida. Ariq aslida bu yoqda. Chizmada. Chizmada ham shu yoqdan. Shu yoqdan o'tkazib berilgan. U tarafda arig'i yo'q. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bizning murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqobilov Qosimovga. Bu xonadon yana akam Xidirov Tashmamat Xulmamatovичning uyi. Men ukasi Xidirov Ismoil Xulmatovichman. Mening gapirishimdan sabab hozir akam haj safariga ketgan, umra safariga. Men aralashganim yo'q edim shu paytgacha. Endi hozir gapirishimdan maqsad 2025-yil 20-noyabr kuni kechqurun bular umraga jo'nab ketgan bo'lsa, 25-yil 21-noyabr kuni, ya'ni ertasiga ular bostirib kelib, xohlagan joyidan ariq qozib
Bu uyda hech kim yo'q bo'lgan. Bu yigit ham uyda yo'q bo'lgan. Mana video davomida bu ko'rsatib o'tadi qazilgan joylarida. Buning endi yetib kelganida mahalla raisi Jo'rayev Akbar ana da'vogar Jo'rayev Boynazarning ukasi bo'ladi. Akasiga va Eshnayev Abdumalik bilan ular amakivachcha. Shularga aniq olib berish maqsadida profilaktika inspektori bilan kelib ariqni qazirayotgan bo'lgan. Lekin profilaktika inspektorining aytishicha, men deydi janjalni oldini olish uchun keldim deydi. Janjalni oldini olish uchun kelsa bu janjal bo'lish kerak edi, bu chaqirish kerak edi. Buni ular chaqirib olyapti. Undan tashqari sudga berayotgan kadastr agentligi da'vogar sifatida sudga berib bir necha marta, bir 10 martalar bularni sudga berdi. Qandaydir yo'llar bilan mana bu yerda ariq bo'lib turib, ariqdan suv o'tib turibdi, lekin ariq talab qilyapti. Ariqdan suv borib turibdi. Tomirg'alari sug'orilgan, ikkovining ham. Lekin ariq talab qilyapti, yana sudga beradi. Endi bu fuqarolik sudi ham masalani atroflicha o'rganmasdan qandaydir qaror chiqarib beryapti. Mana bu yerda chiqarilgan bitta qarorida aytilyapti. Bitta binoni buzdirish haqida adir tarafda 10 sotik joydan qurilgan binoni buzdirish haqida deyapti. O'sha binoning oldidan adirdan o'sha 10 sotik o'zboshimcha egallab bino qurilgan joydan ariq qazilsin deb beryapti mana bu yerda. Mana shundan ko'rinib turibdi, umuman ishni o'rganmaganligi. Ana shu qaror. Mana shu 10 sotik o'zboshimchalik bilan egallab olingan joydan ijro varaqasida ko'rsatilgan ariq olinsin degan. U bo'yicha bo'lsa o'sha adir tomonidan mana bu ko'rinayotgan mana adir tomonidan hozir u zaniyani ham ko'ramiz. Noqonuniy qurilgan, buzilishga berilgan o'sha zaniya 10 sotik noqonuniy o'zboshimcha egallangan joydan bo'lsa shuni hududidan deb ko'rsatilgan ijro varaqasida. Ikkinchi ariq endi. Mana bu yerda lekin asosiy mana chizmadagi mana bu katta yo'l bo'ladigan bo'lsa, mana kattaroq masshtabda ko'rsating. Ko'cha bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan o'tib turgan ariq mana hozir yopilgan emas. Orada mana bosh tarafini bir yopgan ekan, keyin ochildik, suv borib turibdi. Ularning tomorqalari sug'orilgan, lekin ariq yo'q joydan tomorqaning ichidan xohlagan joyidan ular ariq qozib akasiga mahalla raisimiz va amakilariga shu yerdan ariq olib bermoqchi, o'z vakolatidan foydalanib. Endi akam ikkinchi guruh nogironi bolalikdan nogironligi bor. O'zi nogironman deb shu davlatning bergan nogironlik nafaqasiga qanoat qilgani yo'q. Mana davlat uchun, xalqimiz uchun ishlardi. Mana shu O'zbekiston kolxozi bo'lgan davrda, savdoz bo'lgan davrda pensiyaga chiqqancha buxgalter bo'lib ishlardi mana shu kolxozda. Buxgalter bo'lib pensiyaga chiqdi. Hozirda mana imkon bo'lsa videosini ham ko'rsatamiz. Aravada hozir haj safarida umrada yuribdi-da. Aravada mana o'g'li shuning uchun borgan, aravada yelkasida ko'tarib yuribdi. O'zi yurak kasalligi ham bor. Shunday infarkt olgan. Lekin bu bizga bu yerda hozir mening aytmoqchi bo'lganim da'vogar kadastr agentligi shu nogirondan sog'lom odamlarga yosh mana ishlab turgan hamma joyi 4 muchasi sog' odamlarga ariq olib berish harakatida vaholanki muhtaram prezidentimizning davlat idoralari xalqimiz uchun xizmat qilish kerak degan gaplari bor. Lekin bu yerda davlat idoralari bo'lgan kadastr agentligi va Qumqo'rg'on tuman fuqarolik sudi va Surxondaryo viloyat fuqarolik sudlari qandaydir yo'llar bilan bir-birini himoya qilib, davlat idoralari shu nogirondan ariq olaman deb endi 1,5 yildan beri buni sarson qilib yotibdi. Undan tashqari mana prezidentimiz tashabbuslari bilan nogironlarga uylar berilyapti. Nogironlarga qancha imtiyozlar berilyapti. Lekin bu Surxondaryoda, Qumqo'rg'onda davlat idoralari shu nogironga tarmashganda. Agar arig'i yo'q bo'lsa aytsin. Mana arig'i bor, ayla hozir shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Suv o'tgan, suv borib turibdi. Lekin ikkinchi ariqda bitta nogirondan tomorqasidan ikkita ariq olib bermoqchi. Mana shu qarindoshlariga. Bundan tashqari da'vogar sifatida Qumqo'rg'on tuman kadastri nomidan Halilov
Soat Murod degan yigit da'vogarlik qilib mana shu qarorlarni chiqartirib olyapti. Uni surishtirsak, Jo'rayev Boynazarning, Jo'rayev Akbar mahalla raisimizning qudasi bo'lar ekan, qarindoshligi bor ekan, buni singlisi uni jiyaniga tushgan ekan. Shu taraflar sababli aynan Halilov Soat Murod da'vogarlik qilyapti bizda. Kadastr agentligida boshqa xodim yo'qmi? Qumqo'rg'on tuman kadastrida birinchi, ikkinchidan Qumqo'rg'on tuman kadastri shu nogironni bitta ariqqa qarab qoldim. Ariq bermagan bo'lsa agar mayli edi. Biz ham aytamiz, mana boshqa xalq ham aytadi, ariq bermaysing, mana ariq bor, ariq suv yurib turibdi. Videomiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Ariqdan mana suv borganligini, ularning imkon bo'lsa hozir agar qarshilik qilmasa, ularning tomorqalarini ham olib ko'rsatishga harakat qilamiz suv ichganligini. Lekin ikkinchi ariq bularga nimaga kerak? Mana bu yerda mana bu kartani, mana bu kadastr chizmalarini inobatga olmayapti. Buni inobatga olmaydigan bo'lsa, nima uchun chiziladi bu? Kadastr chizmasi nimaga kerak? Ular xohlagan joyidan mahalla raisi vakolatidan foydalanib ariq qozdiraversa, kadastr xodimi o'zining vazifasidan foydalanib ularni sudga beraversa, bu yerdagi kadastr mana hujjatlari umrbod egalik qilish huquqi bor. Mana shu tomorqasining qarori mana 2023-yildagi qilingan kadastr hujjatlari bir tinga olinmayapti deb yerda, inobatga olinmayapti. Qumqo'rg'on tuman fuqarolik sudi tomonidan ham, kadastrdan kelgan odamlar tomonidan ham. Bundan keyin ijro varaqasida mana shu ish bo'yicha ijroni ta'minlash uchun sudning qarorini amalga oshirish uchun ijrochilar kelgan ekan. Familiyasini ham men Sardor dedi. Sardor degan yigit u aytibdi, sizlarga endi men yo'q edim, suv borib turibdi mana ariqdan. Ikkinchi ariqni olish uchun mana kartada yo'q. Kartada bo'lmagan, chizmada yo'q joydan ariq olib berilmaymiz, lekin ijro ta'minlangan deydilar. Bu yerda yopilgan ariq yo'q deb qaytib ketgandan keyin ijrochilar bu qo'lidan kelmagan bo'lsa biz qilamiz deb mana shu mahalla raisimiz profilaktika inspektori bilan ikkovlari kelib 21-noyabr kuni Qo'mon Qosimov ariq qozdirishga urinib, mana qozdirilgan joyi ham turibdi. Buni videoga syomka qilaman degan joyida tan jarohati yetkazgan. Bu bo'yicha ham ekspertiza tayinlangan. So'rchi tuman tibbiyot uzatmasi tomonidan. Endi hozir yana buni ekspertizadan o'tkazib tushuntirish xat yozdirish uchun kecha Oltayev sun'idan kelgan ekan. Uning o'zi hozir yaxshi gapirilmayapti. Haqiqiy real bo'lgan holatni yozishga to'sqinlik qilyapti ekan. Shuning uchun Qumqo'rg'on tuman prokuroridan iltimos qilamiz, shu ish bo'yicha boshqa xodimga yoki prokuraturaning o'zi ichki ishlar xodimi bu yerda aralashganligi uchun endi ariqni qozdiradigan Boltayev sun'ining o'zi yana shu ish bo'yicha hozir shunga topshirilganda. Boltayev sun'ining o'zi ham bu yerga kelishi ijro varaqasida majburiy ijro byurosiga berilgan uni. Ichki ishlarga yoki mahallaga berilgan emas. Ularga kelib ijroni ta'minlash maqsadida ariqni qozdirishi o'zboshimchalik bilan yana uyida hech kim yo'q paytida. Bu qaysi qonunga to'g'ri keladi? Shuning uchun Boltayev sun'ining bu ishni tekshirishi menimcha mumkin emas deb o'ylayman. Mana shu ishlar yuzasidan mana qisqacha bo'lganicha aytib o'tdik. Holatda shu bo'yicha muhtaram prezidentimizdan mana shu akam Qodirov Toshmamat 2-guruh nogironi shunga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Qumqo'rg'on tuman kadastr agentligi va To'da mahallasi raislaridan ularga shu o'zining egalik huquqini davlat berib qo'yibdi. Ular lekin bezovta qilishda davom etyapti. Shu masalani bartaraf qilib berishlaringizni so'raymiz hamda Surxondaryo viloyat hokimi Berdiqobilov iltimos qilamiz. Shu masalaga bir qonuniy yondashsalaringiz, amaliy yordam bersalaringiz. Bizning murojaatimiz shundan iborat. Va albatta Xudo xolisa ulardan oldinlarni hal qilasizlar,
berasizlar degan umidamiz.